Degan sizlarga uyda etish shunda qulaylik bo'lgan. Jatin banda Türkçe ekmekle etishni yutib qo'yay. Ham siz birlikda etib ketaylik. Oldi bilan shu 550 gram jilman suyimizga ximir turuvchimiz bilan shakirimizni birlikda silib, buni yaxshi aralashtirib olamiz. Eritib bo'lgandan keyin 1 kilo unimizni. Men bigaman 1 kiloning o'lchimini berdim sizlarga. Agar janda xohlasanglar ozroq etsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa jiqroq qilsangiz bo'ladi. Endi buning o'ttirini ichib olib, tuzimizni ustiga silib olamiz. Abay ximir turuch, shakar sag'an aralashmamizni quyib, uning ustiga jug'irib olamiz. Bu xamirimiz mana shu xamir holatga kelgandan keyin seriq meyimizni silib, buni yaxshi aralashtirib jug'irib olamiz. Mana 40 minutda men ekmekning xamirimi mana mushta holatda o'zidan nechasi cho'ng holatda bo'lib ketdi bu xamirimiz. Hamda bu xamirimizni mana birisini 100 gramdan zo'l qilib olamiz. Mishta jumaloq holatda zo'l qilib olamiz. Mana bu zo'limizni qilib oldik. Hamda zo'lni bir 10 minut tindirsak bo'ladi. Hamda mana xamirimiz tinish jarayonida biz bir qochimizga qarshika buni miqdorini bekjonlab qilmadik, ko'z mo'ljalab qilamiz. 5-chilik qarshikaning ustiga qaynoq suv quyib olamiz. Mana xamirimiz tinib tayyor bo'ldi. Endi bu xamirimizni jiz shaklda mana 5-chilik holatda qilib, mana to'lg'andek to'lg'ab. Mana 2 tal xamirimizni mana orliqdan o'tkazib, mana qilib yemlashtirib olamiz buni. Mana bu bir tal lisimizga 8 tal qo'yamiz bu xamirimizdan. Mana şekilli kilib olgandan keyin abayqa qarshika suyimizga ilib birdan chilaymiz buni. Ondan mana kunjutimiz cho'qim pishiq kunjut bo'lishi kerak. Mana shunday yaxshi tekkizib, lisimizga yana qayta qo'yamiz. Mana ekmeklerimizni tayyor qilib oldik. Endi buning osti o'tini 200, usti o'tini 190 qilib 20 minut tepchor pishiramiz. Vah. Buning shunda tish churuk, ichi yumshoq chiqadi. Endi siz mezmunlarimizni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, tenzan konjularni jiq-jiq beringlar. Men taxmi yaxshi mezmunlarni o'rgataman.